Assalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu. Qadrli saboqdoshlar, biz bugun bilim xumarlar darsxonasi tarafidan o'rlashtirilgan Balalar iymon darsimizni davomlashtiramiz. Darsimizni boshlashdan burun men sizlardan bir savol so'rab boqay. O'tgan soatda biz payg'ambarlarga ishonish haqidagi darsimizni qilgandik. Sizlarga bir topshiriq bergandim. Qur'on Karim tilga olingan 25 payg'ambarning ismini yodlab kelinglar degan. Yadlab keldinglarmi? Qaysinglar yadlab baqsizlar? Müəllim, mən desəm bulamçı. Deb beqma. Mən bəzənlərini yadlığandım. Deb beqma bilginingizni. Adem aleyhisselam, İdris aleyhisselam, Nuh aleyhisselam, Hud aleyhisselam, Salih aleyhisselam, İbrahim aleyhisselam, Lut aleyhisselam, İsmail aleyhisselam, İshak aleyhisselam, Yakup aleyhisselam, Yusuf aleyhisselam, Zulküf aleyhisselam, Eyyub aleyhisselam, Şuayb aleyhisselam, Musa aleyhisselam, Harun aleyhisselam, Davud aleyhisselam, Süleyman aleyhisselam, İlyas aleyhisselam, İlyas aleyhisselam, Yunus aleyhisselam, Zekeriya aleyhisselam, Yahya aleyhisselam, İsa aleyhisselam. Yaxshi, maşallah. Allah razı olsun. Ustad, ben mi yapmadım? Yadlab beqma. Adem, İdris, Nuh, Hud. Adem, İdris, Nuh, Hud, Salih, İbrahim, Lut, İsmail, İshak, Yakup, Yusuf, Eyüp, Şuayb, Musa, Harun, Davud, Süleyman, İlyas, Zekeriya, Yahya ve Muhammed. Maşallah. Allah razı olsun. Anladın? Daha olsa ben dersimiz kelayli. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bugün bizim o'rgangan dersimiz Ramazon haqidagi ders. İman asosida o'rganib kelayotgandik. Biz Ramazon oyi qolganligimiz uchun bugungi dersimiz alohida bir temada, ya'ni Ramazon haqida bo'ladi. Ramazon qancha kun qoldi bolalar? Muallim Ramazonga 2 kun qoldi. İnşallah 2 kundan keyin ro'za tutishni boshlaymiz. Ya'ni bugun 2 kun qoldi. Undan keyin seshanbadan boshlab inshaalloh ro'za tutishni boshlaymiz. Ramazon kelishdan burun biz Ramazon haqidagi darsimizni qilaylik. Hammamiz Ramazonning qanday ekanligini, Ramazonni qanday o'tkazish kerakligini bilishimiz kerak. Ya'ni yil kirgan Ramazon deymiz. Ya'ni Hicriye kalendari bo'yicha 1442-yili, milodiy kalendari bo'yicha 2021-yildagi Ramazonni kutilishi oltiryapmiz. Muborak Ramazonga kirg'anga oyda oz qoldi. Endi bugungi darsimizda bizning hal qiladigan masalalarimiz birinchisi ro'za degan nima? Ikkinchisi Ramazon oyi qanday bir oy? Ya'ni Ramazon oyi qanday bir oy? Ramazon oyining fazilatlari qaysi? Uchinchisi Ramazonni qanday o'tkazamiz degan temada to'xtalib o'taylik. Undaqda bir-birlab kelaylik. Birinchi savolimiz nima? Ro'za degan nima? Ro'za degan nima? Ya'ni Ramazon oyi bizning ro'za tutgan deymiz, shundaqmi? Endi bu avval biz ro'zaning nimaligini bilib o'taylik. Ro'za deganimiz musulmonlarning ro'za tutish niyatida, ya'ni ro'za tutdim deb shu niyat bilan imsak vaqtidan boshlab kun o'tirg'icha yeyish ichishdan va ro'zani buzadigan ishlardan saqlanishi nima deb ataladi? Ro'za deb ataladi. Ya'ni qaytadan deb beray, biz ro'za tutish niyatimizda, ya'ni ro'za tutish niyati bilan, ya'ni Alloh roziligi uchun men ro'za tutdim deb shu niyat bilan qanday qilamiz? Imsak vaqtidan boshlab kun o'tirg'ichilik bir yeyish ichish va ro'zani buzadigan boshqa ishlardan saqlanishimiz bizning ro'za tutganligimiz hisoblanadi. Muallim, bilen bulamda. Gel qilaman. Bir Ramazan ayıdır tuttuğumuz yayına. Biz Allah pürlerinin namretlerinin halinin düşenmemiz için Ruzunu bizge bergen. Şu an açık kalıp şu an muşunun dönmecik açık atken bu namretli hep düşürümüz. Maşallah. Maşallah. Dersimizdeki ahır gelelim.
Ramazanda roza tutuş, balağatga yetken her bir er ayol musulmonga farz. Yani Allah Taala balağatga yetken her bir er ayol musulmonga Ramazanda roza tutishni farz qilgan. Agar Ramazanda roza tutmasaqchi, ig'ir gunohkor bo'lamiz. Ig'ir gunohkor bo'lamiz. Agarda bir musulmon hech qanday bir sababi yo'q, yani og'ribmi qolmadi, safarmi qilmadi, shunday ahvolda bir kun roza tutmay qolib qolsa, qanday bo'ldi? 60 gün rozunu tulqlab tutish to'g'ri keladi. Yani bu Ramazanda roza tutmaslik noyatimi og'ir bir gunoh. Ramazonning hukmi nima ekan? Har bir ayol musulmonga farz bo'lgan bir amal. Qilmasak qat'iy bo'lmaydigan, tark etsak qattiq gunohkor bo'ladigan bir amal. Endi bu Ramazonda roza tutishniki farz ekanligini biz qanday bilamiz? Baqara surasiniki 183-oyat orqali bilamiz. Qaysi oyatni o'qib baqsizlar? Ben Abdullah. Abdullah o'qib baqmi? Nereden başlayayım? Mayadan başlayalım. Ya eyyühellezine يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. İnşallah. Uygurcasını okuyalım siz. Okuyalım. Müminler günahlardan saklanışlar için sizlerden ilgerikilerge yani ilgeriki ümmetlerge roza perez kılın gandek sizlerge mu Ramazan rozası perez kılındı. Maşallah. Allah razı olsun. Yani iyi iman etken kişiler, yani iyi müminler, yani sizlerge ilgirki kişilerge sizlerden ilgirki kişilerge roza farz kılıngan o'xshash, sizlarga mu roza farz qilindi deydi Alloh taolo. Ma kutiba alaykumus siyamu, yani yozildi, yani farz qilindi sizlarga roza tutish. Kutiba degan yozildi, farz qilindi, sizlarga shunday putib etildi degan ma'noda. Bizga shunday roza tutish farz qilindi. Yani bizden ilgari kishilarga farz qilinibdi ekanmi? Bizden ilgariki ummatlarga mu roza farz qilinibdi ekan. Yani bizgimi aş ümmetga o'xshash Ramazon oyida roza tutish bizgimi farz qilindi. Nima uchun farz qilindi? La'allakum tattaqun. Ummatga sizlar Allohdan qo'rqaysizlar. Yani gunohlardan saqlangaysizlar. Gunohlardan saqlanishinglar uchun, Allohdan texmi qo'rqishinglar uchun sizlarga Ramazon oyida roza tutish farz qilindi deydi. Tushundinglarmi? Yani Ramazon roza tutish bizga nima ekan, hukmi nima ekan? Farz ekan, ha? Hükmü farz bo'lgan bir amal ekan. Endi bu Ramazonda roza tutish qaranglar bir shartda balog'atga yetgan ayolga farz. Endi kichik bolalarga farzmi? Kichik bolalarga farz emas. Balog'atga yetish yashi taxminan qizlarninki 9 yosh, o'g'illarning 12 yosh deb qaraladi. Ya'ni bundan baldur yoki keyin bo'lishi mumkin. Balog'atga yetmay turib roza tutsanglarchi savob bo'ladi. Roza savob bo'ladi. Balog'atga yetgandan keyin, yani qizlar 9 yosh, o'g'illar 12 yosh dedim, taxminan bir yosh bu. Bunga yetgandan keyin roza tutsanlar qattiq gunohkor bo'lib ketasizlar. Tamam, buni bildik. Oxirga kelaylik. Anisadan so'rab boqay. Ramazonda zuhurlik yeymiz. Shundaqmi? Degani zuhurlik yeymiz. Zuhurlikning vaqti qachongacha bo'ladi? Qaysinglar bilasizlar? Bamdatdan burun. Yana qaysinglar baqsizlar? Kun chiqishdan burun. Ben de bakay. Tapaqma? Muallim çıkıcı. Azon chiqcha. Azon qanday vaqtda chiqadi? Muallim azan çıkıcı. Gün batganda. Maşallah.
Yani zuhurluqning vaqti ikkinchi tong yo'rishdan burun. Yani ikkinchi tong yo'rgan vaqtida azon chiqadi. Shundaqku azon chiqadi. Yani Turkiyada buni imsak vaqti deb ataymiz. Yani mush imsak vaqtidan burun. Ikkinchi tong yo'rishdan burun biz zuhurluqni yapılışımız kerak. Undan keyin qasak bo'lamdi, qasak bo'lmaydi, ha? Azondan keyin qasak bo'lmaydi. Endi sizlardan so'rab boqay, iftar vaqti. Iftar vaqti qachon bo'ldi? Namazşamdan burun. Namoz shamdan burunmi Namazşam. Namazşamdan keyin. Kun Namazşamda. qanday bo'ladi chog'da, iftar vaqtida? Qaran tushganda. Qarang tushgan chog'da. Şam. Muallim azan namazşam kalgan çağda. Namoz shamga azon chiqqan chog'da. Namoz shamga azon chiqqan vaqtda kun qanday holatda bo'ladi? Muallim kun patkan Yaxshi, maşallah. Kun o'ltirgan chog' bo'ladi, shundaymi? Kun o'ltirgan hamon iftor vaqti bo'ladi. Bilib oldinglar, zo'rliq vaqti ikkinchi tong yo'rishdan burun iftor vaqtichu kun o'ltirgan chog'da. Mana bilib oldinglar, keyingi quiz savollari chiqib qolishi mumkin. Endi Ramazon oyi qanday bir oy? Endi Ramazon oyining fazilatlari kelaylik, ha? Ramazon oyi musulmonlarning ro'za tutish farz qilingan nihoyatda fazilatli bir oy. Ro'za tutishimiz farz qilingan nihoyatda ko'p fazilati bo'lgan bir oy. Bir yilda 12 oy bor, shundaqku bu Ramazon oyi mushu qolgan o Ramazon oyidan boshqa 11 oyninki sulton deb atalgan. Yani 11 oyning sultoni nihoyatda fazilatli, alohida bo'lgan, yani nihoyatda katta savoblar beriladigan bir oy. Endi Ramazon kirganimizni qanday bilamiz desanglar, osmondagi oyni ko'rish bilan Ramazon oyi boshlandi. Ya'ni bir kishi, mushu yoshlar yashayotgan bir kishi, "Oy xaloyiq, men oyni ko'rdim" deb ashunga guvohlik bersa, Ramazon oyiga kirishimiz shu oyni ko'rish bilan boshlandi. Oyni ko'rsak, qanday qilamiz? Ertasidan boshlab ro'za tutamiz. Muallim bir istisam ramda. Tamam. 9 yaş kiygan adamlar 9 yaş kiygandan boshlab bolalarga ro'za tutish namozi farz bo'lamda. Qizlar 9 yosh, o'g'illar 12 yosh. Taxminiy hisoblash bu. Taxminan shunday bo'ldi. Ustoz, O'g'illarning balog'atga yetish yoshi azroq kechik bo'ladi. Endi Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mushu oy ko'rgan vaqtida, hilal osmonda, hilal oyni ko'rgan vaqtda tuvandagi duoni qildi ekan. Biz mush duoni o'rganib olaylik. Ya'ni bir at kechdi balki biz oy ko'rishimiz mumkin. Shu chog'da hammamiz inshaalloh mushu duoni qilaylik, ha? Masalan o'qib berang. Allahumma ahillahu alayna bil amni wal iman was salamati wal islam robbi va robbukalloh hilalu rushdin va khayrin. Bununki tercümesi Uygurcası ne mi desanglar? Ey Allah, bu ayni bizge hatırcanlik ve iman ayıqıp bergin. Salametlik ve İslam ayıqıp bergin. Ey ay, senin ve menin Rabbim Allah'tur. Hidayet ve yaxşılıqның iyi boğaysan. Degenlik. Bu duanı Allah yadlı bilanlar inşallah ertegice. Arapçasını yadlayan mesela Uygurcası olsun yadlı bilanlar. Yani bir katımı koyayım. Kaysın laf bakısılar? Ben muallim. Ey Allah, bu ayni bizge hatırcamlik ve iman iyi kılıp bergin. Salametlik ve İslam iyi kılıp bergin. Ey ay, senin ve benim Rabbim Allah'tır. Hidayet ve yaxşılıqның iyi bolğaysan. Maşallah. Duanı ögünüm aldınlar, he? Bundaqda Ramazan ayının fazilatları qaysılar? Bu mazmunga kelaylik. Birinci fazilati bu ayda Qur'on Karim nozil bo'lgan. Ramazon oyida Qur'on Karim nozil bo'lgan. Buning dalili Baqara surasining 185-oyati. Qaysi ma'lum baqsizlar? Bismillahirrahmanirrahim. Şehr Ramazan allazi unzila fihi Qur'anu hudan linnas. Ramazan
Ramazan ayida Qur'on nazil bo'lishga başladı. Qur'on insanlarga yetakchidir. Maşallah. Allah razı olsun. Yine Ramazan ayida Qur'on nazil bo'lishga boshlabdi ekan. Qur'on qaranglar. Hammalar bilsa balkim 23 yil jarayonida payg'ambarimizga parcha-parchalar nazil qilingan shundaqku. Alloh taolo Ramazon oyining qadr kechasida Qur'on Karimni eng avval Lavhul Mahfuzdan birinchi qavat osmondagi Baytul Izzaga tushirgan. Baytul Izzaga nazil bo'lgan vaqt qachonki Ramazon oyininki mushu qadr kechasi. Qadr kechasida Qur'on butun holatda 30 bar Qur'onimiz butun holatda birinchi qavat osmondagi Baytul Izzaga nazil bo'lgan. Yani Qur'on bu oyat deyilgani mana shu. Undan keyinchi Jibril alayhissalom Qur'on Karimni parcha holatda, ya'ni Iqro surasidan boshlab oxirigacha payg'ambarimiz payg'ambarlik vahiysi ilib kelgan 23 yil jarayonida parcha holatda nazil bo'lib, oxiri tamomlangan. Tushundinglarmi ma'nosini? Qur'on Karimda Ramazon oyida Qur'on nazil bo'lgan ma'nosini tushundinglarmi? Ramazan ayının faziletini ikkinchisi kelaylik. İkincisi, kimiki iman etgan hem Allah'tan sabit ümit qilgan holda Ramazan ro'zasini tutsa, uning ilgari qilgan gunohlari mag'firat qilinadi. Bu payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning bir hadisi. "Man soma Ramazana imanan va ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min zambi" degan hadisniki Uyg'ur tarjimasi keltirib qo'ydim sizlarga. Nima deydi? Kimiki iman etgan hem Allah'tan sabit ümit qilgan holda Ramazan ro'zasini tutsa, uning ilgari qilgan gunohlari mag'firat qilindi deydi. Qanday holatda qilsak gunohlarimiz mag'firat bo'ladi ekan? Birinchisi iman etgan holatda, Allohga haqiqiy iman etgan, imonimiz komil bo'lgan holatda. Ikkinchisi Allohdan sabit ümit qilgan holatda ro'za tutsak. Ro'za tutimiz, ro'zani faqat Alloh roziligi uchun, savobni Alloh beradi deb tutsak, ya'ni gunohlarimiz mag'firat bo'ladi ekan. Agarda savobni Allohdan umid qilmay, ota-onamizni xush qilish maqsadida yoki bo'lmasa do'stlarimni ro'za tutgan men tutay deb do'stlaringlarga ko'rsatish maqsadida ro'za tutanglar bo'lamdi ekan, bo'lmaydi ekan. Ramazon ro'zasini faqat Allohdan savob umid qilgan holatda, faqat Allohning roziligini ko'zlagan holatda tutsa, qana bo'ldi ekan, bizning ilgari qilgan gunohlarimiz mag'firat qilindi ekan, ha? Endi gap qilaman. Muallim bilensin bularda. Muallim bir adam Ramazan'da bütün günahlarının tövbesi, çoğun günahlarını, küçük günahlarını, bütün günahları yüklep gitken. Muallim. Allah faqat şerik keltirgan gunohni mag'firat qilmaydi. O'ziga sherik keltirgan gunohni mag'firat qilmaydi. Uning boshqa gunohlarni ko'rsa, inshaalloh mag'firat qiladi. Muallim. Endi şimdi kimki iman etgan bo'lish kerak. Lekin etgan bo'lib qoldi. He yo'q. Ha, xato yozilib qolibdi. Iymon etgan. Ten tushirib qolibdi-da. Maşallah sizlarga. Do'zaxning ichiga kirib qabri jannatning ichiga. Ha, maşallah. Hozir ashun kelamiz, ha, qaranglar. Üçüncüsü, Ramazan'da cennetin ışıkları içilidi, do'zaxning eshiklari taqiladi ve şeytanlar bağlanadi. Bu Ramazan ayınınki fazilatlarininki üçüncüsü. Qana oldu-ki, Allah Taala nihoyat merhamet zot. Ramazan ayida cennetin ışıkları içivatadi ekan, do'zaxning eshiklarini taqavatadi ekan, şeytanlarni bağlavatadi ekan. Yani şeytanlarni bağlavatadi ekan. Bu acayip bir xosiyatli bir ish. Cennetin ışıkları içildigan, do'zaxning eshigini taqiladigan, shaytonlar bog'lanadigan bir oy. Maşallah. Oxir kelaylik, ha? Recep iyida, Şaban iyida roza tutsak savab alamiz bu. Tamam, dersimiz oxir kelaylik. Ramazan oyininki fazilatlarining 4-si, Ramazan oyida 1000 oydan afzal bo'lgan qadr kechasi bor. 1000 oydan afzal bo'lgan qadr kechasi bor. Bunun dalili Leylatul Qadri hayrun min alfi shahr degan oyatni keltirdi. Qaysinlarimiz inna anzalnahu degan oyatni surani o'qib bera olasizlar yo'da? Inna anzalnahu fi laylatil qadri
وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح بإذن من ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Maşallah. Yani inna anzalnahu fi leylatul qadr deydi. Biz o Kur'an-ı Kerim'ni Leylatul Qadr ketiste. Yani Qadr ketiste düşürdük. Ve ma adrake ma Leylatul Qadr. Leylatul Qadr'ın qalanlığını bilemsen. Leylatul Qadr hayrun min alf şehr. Yani bu Qadr ketisi olsa, 1000 aydan afzal bo'lgan bir kecha. 1000 aydan afzal bo'lgan bir kecha. Yani bu kechada farishtalar tushdi. Tanazzalul malaikatu var ruhu dedi-ku. Farishtalar ve ruh degan Cibril alayhissalomni ko'rsatdi. Farishtalarning hammasi osmondan zamin yuziga tushdi. Yani bu kechada qilingan amallar uchun noitimi ko'p hasillanib savob berilgan, noitimi afzal bo'lgan bir kecha. Bu kecha qaysi kuni bo'ladi? Qadr kechasi Ramazonning oxirgi 10 kunininki tog' kunlarining birida bo'ladi. Yani palani kuni deb muqim bir kun yo'q. Qandadan Payg'ambar alayhissalom Qadr kechasini Ramazonning oxirgi 10 kunida Qadr kechasi degan Ramazonning oxirgi 10 kunning kechalarininki birisida bo'ladigan bir kecha. Yani ismi Qadr kechasi. Bu kecha noyatimi afzal bo'lgan bir kecha. Nurg'un gunohlar afzal degan boshqa kechalarga qaragan chaqda noyatimi ko'p foydasi bor, noyatimi ko'p savob beriladigan degan gap. Muallim bilasizmi bulamda? Ha degan. Muallim Qadr kechasi degan 1000 aydır. Yani 80 yılga tegishli. Ha maşallah. 1000 ay degan 80 yılga barabar bo'lgan bir kun, ha. Yani 1000 ayni hisoblab baxsanlar 80 yılga barabar keladi. Yani bir insonningki umri 80 yil bo'lishi xil tasqu 80 yil umr ko'rmakdan uzun umr ko'rgan 80 yil umr ko'radi. Yani bizning bir kunda qilgan mushu amalimiz yani 80 yil qilgan bir amalga barabar keladi degan gap. Mushu kunda. Naytim afzal bo'lgan bir kecha. Endi bu Qadr kechasini qo'ldan bir qo'ymasligimiz kerak. Endi kelaylik oxirga. Mau Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan bir hadis bor ekan, buning arabchasi. Yani buni men sizlarga bo'lib tushuntirib qo'yay, ha. Yani 5-si ro'zaning savobini Alloh o'zi berdi. Ro'zaning savobini Alloh taolo o'zi berdi. Yani hozir ko'rsatgan hadisning beshida Allohu azza va jalla kullu amal ibn Adam lahu illa as-siyam fa innahu li va ana ajzi bihi deydi. Yani Adam balasining har bir amali o'zi uchun bo'ladi. Ro'za men uchun bo'ladi. Uning ajrini o'zim bermayman dedi Alloh taolo. Adam balasining har bir amali o'zi uchun bo'ladi. Shunaqa o'zining foydasi uchun bo'ladi. Qiyomat kunida ash amalninkichi bizning savobini olamiz. Har bir amalimiz o'zimiz uchun bo'ladi. Ro'zachi men uchun bo'ladi deydi. Bu Ramazon ro'zasi qaranglar, Alloh bilan bandaning o'rtasidagi bir maxfiy bo'lgan bir amal. Maxfiy bo'lgan bir amal. Bir inson masalan talada ketib qolgan bir odamninki ro'za tutgan tutmaganligimiz bilalamizmi, qarab turib bilmaymiz. Shundaqo o insonningki ro'za tutgan tutmaganligini faqat Alloh taolo biladi. Agarda bilasinglar bugun atiganda zo'liq yeb uyda uyondiqlar bilan birlikda kechquruncha men ro'za tutdim deb hech kim ko'rmagan yerda bir narsa suv ichib olsanglar, biz buni bilalamizmi, bilmaymiz. Ammo kim biladi? Alloh taolo biladi. Yani bu ro'za Allah bilan bandaning o'rtasidagi maxfiy bo'lgan bir amal. Yani bu bir amalni Alloh roziligi uchun haqiqiy qilsa, uning ajrini kim berdi ekan? Alloh taolo o'zi beradi. Boshqa amallarimizninki ajrini balkim Alloh taolo muakkal farishtalarning nimasidan vasitasidan berishi mumkin, ammo ro'zaninki ajrini, savobini Alloh taolo o'z qo'lidan bevosita holatda beradi. Yani Alloh taolo bergan savob albatta nihoyatda ko'p bo'ladi. Shundaqmi? Yani ro'zaning savobi nihoyatda ko'p. Yani Alloh taolo o'z beradi. Oxirga kelaylik. Oyat mush hadisning oxirida "Vas-siyamu junnatun" deb bir ibora bor. Yani ro'za bo'lsa qalqondir deydi. Ro'za do'zaxdan saqlag'uvchi qalqon. Ramazon ro'zasi do'zaxdan saqlag'uvchi qalqon. Qiyomat kunsi bizni do'zaxninki issiqidan saqlab qolgan narsa nimaga? Mush tutgan ro'zalarimizga. Qalqondan nimaga bilamsizlar? Qalqon deganimiz
Əlaqə uruşlardakı qalqanlarını ko'rganmidinglar? Masalan, biz qalqan shu. Qalqan degan urush yaponsi ba'zi narsalarda o'zini ba'zi darbildan qo'g'dirmoq uchun o'ziga kelgan narsadan qo'g'dirmoq uchun tutilgan qo'g'diruvchi olat. Maşallah, maşallah. Yani bu roza bizi nimaga qalqan bo'ldi ekan? Do'zaxning o'tiga qalqan bo'ldi ekan. Roza do'zaxning o'tiga qalqan bo'ldi ekan, ha? Shuning uchun roza tutsak nima bo'ldi? Qiyomat kelsa do'zaxning o'tidan saqlanadigan bir qalqinimiz bo'lgan bo'ldi, ha? Maşallah, oxir kelayli. Roza tutgan kishining og'zining purqi Allohning nazarida iparning purqidan xushbo'ydir deydi. Hadisning oxiridan والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك deydi. Yani roza tutgan kishining og'zining purqi Allohning nazarida iparning purqidan xushbo'ydir deydi. Yani biz purab baqsak, balkim xushbiroq purmaydi bizga, lekin Alloh taoloning nazarida qanday bo'ldi ekan? Roza tutgan kishining og'zi iparning purqidan xushbo'y bo'ldi ekan. İparning nimaligini bilamsizlar? İpar degan nima? O'z bitki. Atrgül ustaz, atrgül. Var atrgül emas. İparning nimaligini bilganlar bormi? Muallim, purqutbekmi o'z bir tane bitki tümlük. Ben size deb berayim. İpar deb, masalan, bozorlarda so'rasanglar, shunday qutilarda sotiladi. Misk, yani ihbar. Ma Türkiye'de satılgan hemen benim köyüne tegdik rasmdeki men çok jiq ko'rgan. Yani ihbar degan mushu narsa. Bu narsa nimadan chiqadi desanglar, hozir mushu nimalarniki, atirlarniki tarkibiga qo'shildim. Bu ihbar sizlar degandek bir nima emas, o'simlik emas, bitki emas, o'simlik emas. Balki bu ihbar mandaq hayvondan chiqadigan narsa. Bu hayvanning ismi ihbar kiyiki. İhbar kiyiki deb ataladi. Bu ihbar kiyikininki kendigidan bir xil bez bor. Mushuning uchun ihbar kiyikining qaranglar. Ma badandagi narsani mana ayirib elib, buni pishiqlab pishish orqali ihbar yasaymiz. Muallim haramma bu. Harom emas. Harom emas. Bu noytimi güzel puraqliq, bir xil xushpuraq. Bu ihbar kiyikininki erkegidan chiqadi ekan. Erkegininki kendigidan mishna narsa chiqadi. Markadonlar mana rasmdagi narsani. Mushuni kesib elib ananın içini yasa kahverengi yani. Malum şu işek mi? İhbar kiyiki. İhbar kiyiki ismi. Bunun içinden çok yani. İhbar çıkıdığın bu anca ihbar kiyiki dem da. İhbar çıkıdığın başka ihbar kiyiki de batayımız. Nahayeten bek kuşparak neyse bu ha. Maşın şunu yasanlar içinden çok kahverengi ihbar çıkıdı. Bunu pişiqlab ishlab, har xil shakllar kirgizib sotadi ondan keyin. İpar kiyi degan shu. Ya'ni mush hadis tilg'ilangan misk. Hadisda hozir ko'rdik-ku. Ya'ni iparning purqidan xushbo'y, min rayhil misk. Misk degan shu. Shu ipar kiyigidanki badandan chiqadigan narsa. Bilib oldinglar, ipar bir o'simlik emas, balki ipar kiyigidanki badandan chiqadi, ha? Ma'lum bilib oldik. Maşallah. Endi Ramazan ayininki fazilatlaridan ro'za tutquchi jannatga Rayyon nomli eshikdan kirdi deydi. Jannatning nurg'un eshiklari bor. Endi ro'za tutgan kishi qaysi eshikdan kirdi ekan? Rayyon deb ataladigan bir eshikdan kirdi ekan. Rayyon nomli eshikdan kirdi ekan. Buni bilib olinglar. Ro'za tutquchi kiradigan eshik qaysi ismi? Rayyon, ha? Sen bulam da. Rayyan nima? Rayyon jannatning eshigining ismi. Bu eshikdan kim kirdi ekan? Ro'za tutgan insonlar kirdi ekan. Bilib oldinglar, ha? Rayyon, ha? Rayhon emas, Rayyon. Ishkiga qaranglar. Rayyon. Rayhon emas, Rayyon. Rayhon degan bir xil ismlik shunday-ku. Endi 3-chi savolimiz kelayli. Ramazon oyini qanday o'tkazamiz? Yuqorida Ramazon oyining fazilatini so'zlab o'tdik. Ajoyib fazilatli bir oy ekan bu oy. Endi bu oyni qanday o'tkazamiz? Avval birinchilar cho'nglar bilan birlikda ro'za tutamiz. Shunaqo cho'nglar bilan birlikda ro'za tutamiz. Bu Ramazon oyi ro'za tutgan oy.
Endi balog'atga yetgan kichik bolalarga Ramazon ro'zasi tutish farz qilinmagan. Ammo lekin Ramazon ro'zasini shu kichik vaqtidan boshlab tutib kunish kerak. Kunishinglar lozim. Ya'ni 9 yoshga kirgacha aralıqda Ramazon ro'zasini tutib, ya'ni kunib olmasanglar balog'atga yetgandan keyin sizlarga farz bo'lgandan keyin Ramazon ro'zasini tutib olmay qolishinglar mumkin. O chaqda tutib olmay qolsangiz qana bo'ldi? Biz gunohkor bo'lib qolamiz. Shunlashqa kichikimizdan boshlab ro'zani, ya'ni har kun tutolmasanglarmi bir kun tutib, bir kun armilab, yana bir kun tutib, ashundaq shu Ramazon ro'zasini tutishga odatlanishimiz kerak. Ya'ni cho'nglar bilan birlikda zuhurlik yeyish, iftor qilish noytim ko'ngillik bir ish Ramazon ro'zasida, Ramazon oyida. Shundaqmi? Hammalar yaxshi ko'ramsizlar? Muallim, beni tutun bulamdı. Hanga qiling. Ben bir gittim anam bile et degende kapat geçti. Aşağıda tamak yap düştü binesime çoğlanın rozasını tutkandım. Vay maşallah, maşallah. Bunda qız qana qilamiz endi? Cho'nglar bilan birlikda zo'liq yeymiz, iftorni birlikda qilamiz. Ro'za tutishimiz, Maşallah, ro'za tutishimiz. İkinci qilgan ishimizchi har kuni Qur'on o'qiymiz. Bu Ramazon oyi Qur'on nozil bo'lgan Qur'on oyi. Bu kunni qilgan eng cho'ng amalimizning birisi bo'lishi kerak. Qur'on o'qish bo'lishi kerak. Hanga qiling. Muallim biz Ramazan'da Kur'an'ı başlaydan bulduk. Ustaz, Ramazan bulmuşum ben her gün Kur'an okumam. Maşallah. Yani Ramazan ayında tekrar köp Kur'an okuşumuz gerek, he? Muallim Muallim mesela bir tane harbiye adam müsabaka kimde aldığı çanıkması mesela bazen putlu neresi yerilip kaldı. Şu avlan çanıkıp ısınıyordu. Şu bizim Ramazan'daki işte aldı da kutkançlarımızın planlar onu biraz çanıksak budu. Maşallah Şaban ayida Ramazonga tayyorlik qilishimiz lozim. Biz u darsni qilolmay qoldik. Shuna bo'lsa-mu hamda Ramazon oyida bo'lsa-mu g'ayrat qilinglar. Ya'ni har kun ro'za tutishga, Qur'on o'qishga tirishinglar. Bilamdi? Hamda Ramazon oyida qilingan yana bir amalimiz bo'lsa, Rasulullohga durud yo'llaymiz. Rasulullohga durud yo'llaymiz. Rasululloh durudni qanday yo'llaymiz? Allohumma salli ala Muhammad va ala ali Muhammad kama sallayta ala Ibrohim وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يعني مش durudni öğrenip alanglar Rasulullah'a durudni köprek yo'llashimiz kerak Ramazon oyida. Qasınlar o'qibaqsizlar? Nasiba o'qima. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala Muhammed ve ala Ali Muhammed kema sallayte ala İbrahim ve ala Ali İbrahim inneke hamidun mecid. Allahümme barik ala Muhammed ve Ali Muhammed kema barikte ala İbrahim ve ala Ali İbrahim inneke hamidun mecid. Maşallah. Allah razı olsun. Durut öğrenip aldыңlar, he? Endi Ramazonda qilgan ishimiz duo qilish. Duo qilish. Yani Qadr Kechasi kunisi Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Allohumma innaka afuvun karim tuhibbul affa fa'fu anna degan duoni qilinglar deb o'rgatgan. Biz bu duoni o'rganib olaylik. Qadr Kechasi mush duoni ko'proq qilishimiz kerak. Boshqa kunlarda boshqa duolarni ko'p qilamiz albatta. Lekin Rasululloh o'rgatgan va Allohning duoni Qadr Kechasi qilamiz, ha. Demekan duo Allohumma innaka afuvun ba'zilarda karim ba afuvun tuhibbul affa fa'fu anna. Qasına oqtaqsa duani ismonlarni danglar bir sonlar. İmran o'qinglar boshqa ovozingni ko'taringlar. Allahünneke Allahümme inneke afuvu tuhibbul affe fi fa'fu anna. Afu anne. Maşallah. Bunun tercümesi ne olursa Allahümme ey Allah inneke afuvun hakikaten sen mağfiret kılıcı afu kılıcı zat tuhibbul affe yani afunu yaxşı görürsen fa'fu anna bizni afu kılın degan dua.
Allahümme inneke afuvun tuhibbul affe fa'fu anna. Mana ögünüp aldыңlar. İftarın duasını ögüneylik. İftarın duasını bilemizler. Kaysını okup baksa iftarın duasını? Ustaz ben Malam ben okusam benim ismim Mu'mine. Mu'mine okuma. Mu'mine olmak Allah ağzına gitana. Allahümme inni leke Leke sumtu leke sumtu ve bike amantum ve aleyke tevekkeltu ve ala rizqike rızkıke iftar eftartu. eftartu. Maşallah. Yine kaysını okup baksınlar? malamat ustaz. Allahümme neksum tu Ha, yaxshi maşallah. Yine kaysını okup baksınlar? Ben bir kıtım okup barayım ama zır olmağa çok okuyamayıvatsınlar. Allahümme inni leke sumtu ma tu ve bike amantu ve aleyke tevekkeltu ve ala rizqike eftartu. Manasını dep beray. Allahümme ey Allah inni hakikaten men leke sumtu sen üçün roz tuttum. Ya Allah men sen üçün roz tuttum. Ve bike amantu ve sana iman ettim. Ve aleyke tevekkeltu ve sana tevekkül kıldım. Ve ala rizqike eftartu ve senin rızkın bilen iftar kıldım. Senin rızk kılışın bilen iftar kıldım. Degan ma'noda. Ögünüp aldыңlarmı duanı? Hemen yadlı bilinglar. Ramazan kirishdan burun bu duanı yadlı bilinglar. İftar qilgancha şu duanı okuymiz. Qilgan işimiz nim bo'ldi? Birinchisi ro'za tutish, ikkinchisi Qur'on o'qish, uchinchisi durud o'qish. Endi Ramazon oyida qilmaydigan ishimiz nima desanglar? Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam bundoq degan: "Man lam yad'a qawluz zur wal 'amala bih فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ" deydi. Kimiki yolg'on so'z va yomon ishni ro'zador turib tashlamasa, Alloh u kishining yemay, ichmay yurishiga hojati yo'q deydi. Kimki men ro'z tutib turibmi, yolg'on gap qilsa va yomon ish qilsa, eski ashguna bo'lgan ishni qilsa, ya'ni Alloh u kishiniki yemay, ichmay ro'z tutishiga hech hojati yo'q. Ya'ni uning savobini bermaydi dedi Alloh taolo. Hech qanday qilamiz, Ramazon oyida ro'za tutamiz va hech qanday yolg'on gap qilmaymiz, g'aybat qilmaymiz, boshqa haqida gap qilmaymiz, yomon ishlarni qilmaymiz. Bu yomon ishlar nihoyatda ko'p. Bir-birlarini bo'zaq qiladigan, tillaydigan, set gap qiladigan, bundaq ballarning gapini anglamaydigan degandek ishlarning hammasi yomon ishlar. Mesela yomon ishni Ramazon oyida tashlaymiz. Agarda ro'za tutib turib, biz yomon ishni qilsak, yolg'on so'zni qilsak, ro'zimiz qabul bo'lamdi ekan, qabul bo'lmaydi ekan, ha? Bildinglar? Vitamin apa? Bildik ustaz. Ramazon nima ish qilmaydi ekanmiz? Ro'za tutgan holatimizda Yolg'on gap qilmaymiz. Yomon ish qilmaymizga. yaxshi, maşallah. Yolg'on gap qilmaymizga. Bo'za boshqalarni bo'za qilmay Yomon aytmaymizga, g'aybat qilmaymizga. Salaş qilmaymiz. Bizlarga birsi boyagi ustida bir hadisni o'rganib o'tdim. Ma hadisda qarang mana. Va iza kana yawmu sawm ahadikum fala yarfathu wa la yashabu. Ya'ni shundaq Ramazon ro'za tutgan vaqtda jadallashmanglar, urishtalash qilishmanglar. Fa in sabahu ahadun aw qatalahu, agar bir sizlarga hujum qilsa, yoki bir sizlarni tillasa, yoki sizlarni o'ldirmoqchi bo'lsa, urmoqchi bo'lsa, biz buni tushunaylik.
bir sizlarni tillasa yoki bo'lmasa urmoqchi bo'lsa, danglar inni murun soimun, men ro'za tutquchi danglar deydi. Ya'ni bir sizlarni tillab urmoqchi bo'lsa, urishmoqchi bo'lsa qanday qilganmiz? Men ro'za tutquchi, men ro'za deydi ekanmiz. Shunlar boshqacha bizni urishdan, bizdan so'qishdan bizda voz kechishi mumkin. Ya'ni men ro'za tutquchi, men sendan urushmayman, sendan tillashmayman deyishimiz kerak ekan. O'rganib oldinglarmi? Agar biz o'zimiz qilmaymiz shundaqa, o'zimiz yolg'on gap qilmaymiz, o'zimiz boshqalarga urushmaymiz, satgap qilmaymiz, tillashmaymiz. Agarda birisi bizni tillab qolsa yoki biz urmoqchi bo'lsa, nima deydi ekanmiz? Men ro'za tutquchi deymiz. Men ro'za, sen bilan urushmayman deymiz. Eğer işinmesi 3 kıtım değmez. Oğlum işinmesek yeniden kıtımlar diyen peygamberimiz. Maşallah. Maşallah. Bugün dersimizin mezmunu şeyge geçeceğim. Bilmeye ayıranlar var mı? Düşendinler mi dersini? Maşallah. Biz bugün dersimizde Hilal ayını kökençe okuduğun duan öğrendik, iftarda okuduğun duan öğrendik. Müşlerinin çoğu yadlı bilanlar Ramazan başlangıcı. Bulamdı? Buludu. Allah hemimizni Ramazan ayıga sağ salamet kirgila nasip kılsın. Ramazan ayını bizge bereketli kıpasın. Kalan emellerimizi Allah kabul kılsın inşallah. Köplep ibadet kılgila nasip kılsın. Allah hemimizge güç kuvvet, tenimizge salametlik versin. Amin inşallah. Endi so'ranglar bormi? Yo'q. Yo'q. Undaq bo'lmasa darsimiz shekilli bo'lsin.